imkoniyat cheklangan bo'lsa ham o'zimga ma'qul kelsa, yoqsa, yaxshi inson bo'lsa, savob uchun turmushga chiqqan bo'lardim. Ismim Hadicha, Bobojonuz kanaliga turmushga chiqish uchun keldim. Azizlar, agar siz Rossiya Federatsiyasida bo'lsangiz, Play Market yoki App Store'dan Tezpay ilovamizni yuklab olib, yaqinlaringizni uz kartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga, internet provayderlarga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. Play Market yoki App Store'ga kirib yuklab oling va yaqinlaringizni Tezpay bilan birgalikda quvontiring. Assalomu alaykum hammaga. Azizlar, hammalaringiz sog' salomatmisizlar, omonmisizlar? Do'stlar, mana mart oyida ikkita to'y qildik. Endi aprel oyi keldi. Aprel oyida o'zi ko'p opa-singillarimiz murojaat qilishgan. Endi ketma-ketlik to'ylarni boshlaymiz. Xullas, videoni boshida eslatib o'taman. Agar kimdir uylanmoqchi bo'lsa yoki bolasini uylantirmoqchi bo'lsa, Bobojon uz kanaliga 95 lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga Telegramga video jo'natamiz. Telefon qilish, SMS yozish yoki голосовой qoldirish keragi yo'q. Bu raqam tarqalib ketgan. Minglab odam ming xil masalada telefon qilishadi, men hammaga javob bera olmayman. Agar kimdir mana shu Hadicha singlimizga uylanaman desa yoki qaysidir ota-ona kelin qilaman desa, albatta takrorini aytyapman, 95 lik kodi bilan 857 87 00 raqamida Telegramimiz bor. O'zingizni videoga oling. Xullas, assalomu alaykum Bobojon uz kanali. Men uylanaman, yo men qonuniy ajrashganman, yoki imkoniyatim cheklangan, yoki xotinim vafot etgan. Xullas, men bolamni uylantiraman. To'liq ma'lumotingizni gapirib, o'zingiz yashash joylaringizni ko'rsatib, bizga Telegramdan video tashlab bersangiz, albatta hammasi oshkora bo'ladi. Biz Bobojon uz kanalida yoritamiz. Ko'pchilik yolg'on ma'lumot berishi mumkin. Shunday holatlar haddan tashqari ko'p. Shu sabab biz video jo'natishingizni so'rab qolyapmiz. Albatta, endi tengi chiqsa bu qizni sizlarga ma'lum qilamiz. Bugun mana birinchi videosi chiqyapti. Endi bu qizda hayajon bor ekan, gaplashishga juda qiynalyapti ekan. Hozir mana ozroq savol-javob qilamiz. Agar kechqurungi efirlarimizda tengi chiqqan, chiqmaganligini hamda turmushga chiqqan, chiqmaganligini sizlarga aytamiz. Endi hayajon yo'qmi? Ozgina bor hayajon. Ismingiz nima? Hadicha. Hadicha. Necha yoshsiz? 33 yoshman. 33 yoshda. Bu yerga nimaga keldingiz? Ana, biz bilamiz, lekin sizni biz gapirtirmoqchimiz. Oila qurish uchun, turmush qurgani, o'zimni tengimni topish uchun keldim. Agar mana sizni birov majburladimi yo o'z xohishingiz bilan keldingizmi? Yo'q, o'z xohishim bilan. Xullas do'stlar, hozir video olishga baribir qiynalaman. Kechki efir bo'ladi. Ana efirda bemalol kimni qanday fikri bo'lsa mana fikrlar aytasizlar. O'zingiz mana salomlashib, kengroq mana yoritib bera olasiz. Bobojon kanalida to'ylarda turmushga chiqaman degan qizlar ko'rganmisiz? Ko'rganman. Marhamat, mana salomlashingda fikrlaringizni ayting. Ancha yildan beri Bobojon kanalini kuzatib kelaman. Instagramda, YouTube'da shularni ko'rib, mana o'sha turmushga chiqib baxtli bo'lish uchun keldim. Qanday insonga turmushga chiqmoqchisiz? Endi bu yerda sog'lom insonlar bor, imkoniyat cheklangan insonlar bor. O'zingiz qanday insonga turmushga chiqmoqchisiz? Sog'lom inson bo'lsa yaxshi. Agar imkoniyat cheklangan inson so'rasa tegmaysiz, shundaymi? Imkoniyat cheklangan bo'lsa ham o'zimga ma'qul kelsa, yoqsa, yaxshi inson bo'lsa, savob uchun turmushga chiqqan bo'lardim. Do'stlar, xullas, bu hozir qisqacha video bo'lyapti. Mana o'zlari aytishyapti. Sog'lom insonga turmushga chiqaman, agar imkoniyat cheklangan inson bo'lsa, ya'ni nogironlik aravachasida yoki qanaqadir imkoniyati cheklangan bo'lsa, bu kishi ko'radi, o'zlariga ma'qul kelsa, shu inson bilan birga bir umr baxtli yashash niyati bor. Yana qandaydir aytadigan fikrlaringiz bormi? Yo'q. Hayajon bo'lyapti. Ha, hozirga
hozir mana siz bilan biz telefonda gaplashganimizda, kelganingizda bir dunyo gaplarni aytdingiz-ku, aka men ham baxtli bo'lsam, oqibatda kelsam, farzandim bo'lsa, men ham xo'jayinning xizmatini qilsam, degan savob olsam degan gaplarni aytdingiz, o'sha nogironlar haqida gap ketganda. Endi mana kadrni qo'shib videoni boshlaganimizda gapira olmayapsiz-da. Nima deysiz? Hurmat qilsa, mas'uliyati bo'lsa, o'zini shu aqli fikrlashi bo'lsa, shu bir inson, bir ayolni baxtli qilaman degan inson bo'lsa, turmushga chiqib baxtli bo'lib yashash niyatim bor. Do'stlar, bu videoga albatta qaytamiz. Qisqa video bo'lyapti. Efir qilamiz yoki ketma-ket videolarni olib boramiz. Alloh nasib qilsa, Bobojon o'z kanalida bu insonni tengini topib, yana to'yini sizlarga ko'rsatamiz. Keyingi efirda ko'rishguncha xayr, sog'-omon bo'lasizlar. Do'stlar, assalomu alaykum hammaga. Hammalaringiz sog' salomatmisizlar? Bobojon o'z kanalida bugun yana bitta final. Mana singlimiz Oqfatada o'z tenglarini topdi. To'y bo'lyapti. Qani bitta gapiraylik qani? Assalomu alaykum hammaga. Hammaga katta rahmat. O'z tengimni Bobojon o'zida topdim. Bugun eng quvonchli kun. Hammaga katta rahmat. Bobojon akamga ham umrlar uzoq bo'lsin. Oqil bas kiyish orzum bor edi. Orzumga yetdi. Dona gül dona, Yor yarone. anori dona dona, Yor yarone. yak dona gül dona, Yor yarone. anori dona dona, yak dona gül dona, anori dona dona, dona gül dona, anori dona dona, yak dona gül dona, anori dona dona, yak dona gül dona. Dona, yak dona güldür dona. Yor yarone. Anori dona dona. Yor yarone. Yak dona güldür dona. Anori dona dona. Böyle mi bağlayabilirsin?
Yeah.